Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kaderlik Facebook'taki dünyanın her kaysi caylardaki kıyırındaşlarım. Ben Abdülaziz Beştoğrak İstanbul'dan sizlerge Allah'ınki güzel salamı boğan Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu deyiş arkalık İstanbul'daki üyemden sizlerge bu güzel cennet salamı boğan bütün dünyadaki Müslümanların özünü Müslüman devatkan meyli Şia, meyli Sünni olsun, meyli ehli Sünni vel cemae olsun veya ki başka bir özünü kandak atışının kattiğinizler yani özünü yine bir taraftan Müslüman deydiğen ama Allah subhanahu teala bizge yani Müslüman diyen isimni Kur'an-ı Kerim'de koygan kaderli kırındaşlar. Gerçi birbirlerini kafir diyen takdirinladı mı? Lakin yine eğer Kur'an'daki Allah'ınki Müslümanlık şartını ada kılgan bolsanglar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki sünnetiga ergeçken bolsak, hakiki sünneti olan Kur'an-ı Kerim'ge elbette biz birbirimizni Müslüman deyip Müslümanınki hareketini ada kılışka tirişimiz kaderli kıyırındaşlar. Ben bugün miyede bir ayet bilen başlayayım bu sohbetimizni. Güzel sözlü kişi bilişinin şartını Allah koydu. Yani Allah'a yani Allah'ın tevhidiga ve taatiga davet kılgan yaxşı emellerini kılgan ve men hakikaten Müslüman durman diyen kişidim o yaxşı sözlük Adem bağımı. Bu benim sözüm emez. Allah'ın sözü. Kandak Adem'de yaxşı sözlük Adem kemmiz, dedi kemmiz. O ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İğiz çınlavalan çın tutunla Allah'ın ağamsız çın esenil diyen şu Kur'an-ı Kerim'den ügünümüz. Allah'a davet eden, dürüst ve erdemli davranan ve elbette ben kayıtsız, şartsız Allah'a teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Yani bunun xəzvüçüsü mü, İngilizcesi mi, bağmen paylaşıp olan nimede hakikaten özünü Müslüman diyen Adem'den mi güzel sözlük kişi bağımı. Ama sözlük sözlem emez nime kılgan Allah'a davet kılgan. Şunda mı? Salih emellerini kılgan diyen şartlarını urunduğun çağda anıl dinkin o adam hakkı meydisini muşlap kessin o ya ketmesin o Allah o kişini salih emellerini kılgan diyen güzel sözlük Adem depti. Şu Kur'an-ı Kerim'de iman bilen emel her daim men amenu ve amilus salihati yani iman etkan ve yaxşı emellerini salih emellerini kılgan diyen ibare diyen düşünce hukum daim birliktikilidir. Yollaşka kadarlı kırındaşlar bugün ben bayatım Marmara'ydı Kilişleri yanıda Mono kitapninki yani Yaşaş Sen iti İslamcan Şerif diyen ustazda tuğnumaydıgalla buluşumla mümkün. Mono Yaşaş Sen iti diyen kitabını elip okusanla Yakumuz bunu mekteplerde milletten neşriyatını çıkıptı. Mekteplerde ders kısanlıma hayatında da bir katım okup çıkıp zade nimi depti diyenle yani yaşaş kanda bir işken. Yaşaş için nime kılış gerekken bu bir senetki okşaydı iken kanda yaşaydı ikenmez. Kodukның içine düşüvelip lan moşu dünyanın hemmesi moşu okşaydı deplem yaşamdık pakadek. Ya komisa hakiki beşimizi kütürep insandek yaşam dikenmez o doğruluk küzem güçken bir noktunu silage ukbetey. Cemiyet mi tegi tektin etkanda ademlerinin
atalmış sinipi küreş mahareti ictimai münasebetlerini bir taraf kılışki cemiyet azalarının iki sebepke ayrılıp münazara kılışı, elişişi arkalık terakki kılmaydı. Belki Adem sapasının terakki kılışı arkalık terakki kıtı. Yani sen Şii, sen Murci, sen Münafık, sen Andak, sen Mandak, Akçı, Kökçü, dep mandan küreş kılıp yürüp, birbirimizge etiket, mark çaplap yürüp, menlam dünyadaki min cennetke şuhmay kirip yediğin edem, menin imanım, menin mandak deydiğin andağını mele bilen emez, yani nim bilen bulu diken, belki Adem sapasının terakki kılış arkalık terakki kılıdı. Halbuki Adem sapasının üst berişi, işlep çıkarış ve ictimai emeliyat devamında özlüksüz türde bilim uçurlarını kabul kılış ve onu pişklap işleş arkalık butu. Buludu deptim. Uçur fikirleşinin materyali. Bulup mu bilim ilgili devirde kimiki istimal kıymeti yuqori boğan uçurlarına igelise şu köz kulağı ötkür akıllik ademge aylanıp köz aldaki işlerini toğra bir taraf kılış cihette teşebbüskar urunga ütüdü. De la derecede terakki kılışının fırsatlarına ilgi buludu. Eğer daim fikirleşiş faaliyeti bilen şugullanmasa yoki fikirleşiş hukuki tartıvelinsa köz kulakları saq durup işlemey kalıdı de onun idiyisi de konuluk evicelip özünün zaman istimaldan kılıvatkan konu geplerini rastqa çıkırış için toxtumay sözlüsüm o hakikatini yürütalmaydıgan özünün terakki kıldırışının fırsatları her kançı yaxşı boğan təqdirdimi koldan birip koyduğan bir ademge aylanıp kalıdı. Ben Twitter'da bir uçurunu kögen. Yani bu medya, sosyal medya, ictimai alaka uçurları sizge keşkçe boğan bir işini haber kılıdı deydi. Ama Allah'ın kitabı boğan Kur'an-ı Kerim Allah sizge boğan burunçu hem buluduğan, buluvatkan hem bundan kimi buluduğan kelgüsü niz doğruluk haber birdu deydi. Aşı bir tane Twitter menin hayatımını özgertti kadirli kırındaşlar. Ya şu bu Mustafa İslam oğlu, o Mehmet Okuyan, başka nurgun ustazlar var. Abdülaziz Bayındır, Enes Hacım diyendek şu nurgun ustazlar var. Ama aşı bir Twitter'ı karab bakalı, aşı Twitter'daki helaki gepnin ki hakikati gep. Bayatın Abdülgani Sabit kardeşimiz bir nas çıkarıptı aynı. Sen ünvanın karamaydı kıgan işinga, yaxşı emelinge karaydı depti. Şuna oxşaş gep. Şolaşka özlüksüz ügünüş ceryanı. Demek Adem özünü biliş ceryanıda fikirleştin ibaret özünün berhak hukukunu Adem'nin tabii mailliqi, hayatlık hukuki, yaşaş hukuki, terakki kılış hukukunu tunup yitip bu dünyanın her kandak erki balısı aldı da men mu sendek Adem eğer sen mi özünü Adem hesaplasan menin fikirleşiş hukukumdan faydalanıp terakki kılışımga sendek hür buluşumga ruhsat kılısan diyeleydi. Bundak özünü biliş nemi diyen kadirlik ha. Bu da İslamcan Şerif akımız yazgan bir kitapken yaşaş seneti. NLP, onun dinkenini nurgulluğun kitaplar çıkarttı hazır. Şu samandı 8 bazağı kiysenler. Aşı nemenin kitaplarını okugan silah için Dali Carnegie'nin özümüzün alimlerinin kitaplarını okup bakılı.
Keşke Arap'tan, yoki Türk'ten, yoki başka şeyhlarni izlab yurmay, özümüzning olimlarining kitoblarini o'qiylik qadrli qarindoshlar. Buni men Qutatqubilik kitobxonasi emas, Stupuraxon kitobxonasidan olgan, aretib turgan 32 lira ekan, qadrli qarindoshlar. Ash kitobxonga borsanglar, bu kitobni sherdan ta'min etalaysizlar. Ondan keyin men dersni boshlashdan burun bugun onu Yürek Dövleti degan kitobning muqovasini o'zim loyiladim, qadrli qarindoshlar. Qarab beqinglar, bir narsa o'rgansak, haqiqatan uni ijro qilg'ili bo'g'ili, ishlatkili bo'g'ili bo'ladi ekan, qadrli qarindoshlarim. Buningki masalan oxirgi betga ma'ni chiqarib qo'ydim. Kara kod, ya'ni ikkilik kodni o'qisangiz telefoningizda mushu kitobninki asli turkcha ismini yozgan Mustafa Islomoğlu degan ustozninki sesli kitobi, ovozli, ya'ni un kitobini anglay olasizlar. Agar bu kitobni sotib olaman desanglar, bizdan ta'min etsanglar bo'ladi. Bu Batur Qarqalli qarindishimiz tarjima qilgan kitob. Onundan başqa bugün yine Amerikaga bir kitap salmoqchi edim, onu ulgurmadim. Shu qarindoshlar epqala mikidab, yine bu balangizga to'g'ri kuying Erkin Sidiq yozmalari ustozningki NASA'da ishlaydi. Balangizga to'g'ri kuying degan bunu kitobni besib chiqarib qo'ydim. Boshqalarimi bor, aqistima g'arib ma'rifati yangilik va ilg'orlik, NASA va kainot qoid ishlar, din, ilim, pen ve zamanivilik, din ve ilim, pen, zamanivilik degan kitapları var. 5 tane tor kitabı. Onu tordan tushirib o'qisanlar bo'ladi. Agar kitap şeklinde o'qisak desanglar, ikinci kısmı g'arib ma'rifatdagi yangilik ve ilg'orliklar degan bunu kitap. Qolgan kitaplarning rasmlari aqsda bor. Şuna bu kitapni agar tadbir şirketinden setib olamiz desanglar, ben özüm bunu dijital baskı deb qo'ydi, bastırıp sizlarga ivetib bersam bo'ladi. Erkin akamiz boş turmaqlıq daim qo'liga qalam elib, o'zi osmondagi yulduzlar bilan qolmay yer sharida yashayotgan Uyg'ur millatini bir millatning borligini Moşun milletimiz qandaq qısak, özünü saqlab qalar. Kelgüsüde qandaq qilib, özünü tərəqqi qıldırıb, yuqori pəlləgi çıxar deganni o'ylaydigan odamlardan birisi. Ondan başqa bunu iman degan kitob bor turkcha. Asli buni Ramazonda men dars qilmoqchi edim. Ballardan bir teklif kelib qoldi. Siz yani bu iman degan kitobni o'rniga buni keyin qilsakmi darsni-chu boshqa bir nimani boshqa bir kitobni, ya'ni Enes Hacim akamizniki yangi chiqqan iman degan kitobning o'rniga Enes Hacimninki yangi chiqqan kitobi qaysidi? Ya'ni Qur'oni Karim ve izohli tarjimasi deganni qilsangiz bo'lmamdi degan taklifni berdi. Men bu bayatın anam bilan maslahatlashgan bo'ldim. İnşallah ettigini zo'laqdan keyin yoki zo'laqdan burun 20 para 10 bet onundan keyin Uyg'urcha ma'nosini o'qiyman, arabchisini bizning nurg'un ustozlar va arabchani chiroyli o'qiydigan shulardan tinchsanglar bo'ladi. Ondan keyin iftordan burun yoki bo'lmasa keyin yeni 10 bet olgan 30. Yeni bir parının ikinci yerimi olgan kısmını Ramazan iftarlıktan burun yoki keyin inşallah sizlar bilan birlikte ögünüşünü planlavatımız. Şonlaşqa bunundan xabaringlar olib qolsin. Ondaki Yürek Dövleti yine bayatın men ko'rsatgan muqovasini loyiladim degan kitobmi shu. Yürek Dövleti. Bu kitobni biz Facebook'ta canlıq ders qildik. Facebook Kur'an halqımız orqali bunu Yürek Dövleti'ni birlikte o'qib öğünüp o'tdik qadrli qarindoshlar. Bununki tercümesi
avazlık kitabını başka yerden tınşalaysa düdük. Onundan keyin tunji qitim men ikkinchi qatim hajga borgan chig'imda onamni haj qildirish uchun, dadamga badal haj qilish uchun haramda Mekkada, ko'ydanglar Mekkani aşağıda oturup tercüme qilgan kitap. Şuna bu kitap haj to'g'riliq nihoyatda ko'p mazmunlarni biriklik hajning nima uchun haj qilinadi, haj qilishki maqsad nima, hajning nima foydasi bor, şunu bizga o'rgatadi. Buni biz keyin Qaraxon qarindishimiz hozir Nida to'rida ishlayotdi. Shu qarindishimizga o'qitib, ovozliq kitobim bor, internetdan haqsiz tinshalaysizlar, qadrli qarindoshlar. Onundan boshqa bayatın bir qarindishimiz bu imomlar va sultonlar degan Enes Hacim tercüme qildimi o debdi. Enes Hacim tercüme qilmadi. Enes Hacim o'zi kitob yozgan odam. Qur'oni Karimni tercüme qildi. Bu imomlar va sultonlarni Mustafa Islamoğlu yezig'liq bunu Batur Qaraxonli qarindishim bilan men ikkimiz hamkorlashib turib birlikda tercüme qilgan kitob. Bunu Gollandiyadagi bir qarindishimizga ivetib berdik, o'qib bo'lgan bo'lishi mumkin. Naiti muhim bo'lgan kitob, qadrli qarindoshlar, o'qib beqinglar. Men Hanefi mazhabida degan qarindoshlar Imom Abu Hanifaning qanday o'lganligini, o'ltirilganligini, oningki Abbasiylar va Umayyiylar xalifligi davrida qanday yigitdek poshkalchi yoki bo'lmasa saroy mo'llari emas, yigitdek bir o'zininki yigitligini qanday ko'rsatganligini imomlar va sultonlar degan kitob orqali tushunasizlar, qadrli qarindoshlar. Ondan Qadar risolasi va sharhi degan Hasan al-Basrininki Qadar risolasi va sharhi ustoz Mustafa Islamoğlu'ninki Hasan al-Basrining Sulaymoniya kutubxonasida saqlangan 1000 yil burun yozilgan Qadar risolasi. Umayyiylar davridagi zalim Hajjajga orqali shu xalifaga yozgan xalifa emas sulton deb qo'yamiz biz. Shunga yozgan Qadar risolasi. Ya'ni Payg'ambar alayhisolamninki o'g'li Husaynni, nevrisi Husaynni o'ltirgan nimatte Hajjaj. Shu zolimlarninki qarata Allohninki Qur'oni Karimdagi oyatlarga asosan yozilgan Qadar risolasining sharhini berdi. Şu Mustafa Islamoğlu qadarni inkor qiladi deganlarning yuziga mana kitap, yani eğer xolisi mush kitobni qo'rqmay, agar siz iymoningiz shu qadar chin, jannatga shuqmay kirib ketadigan dunyoning eng taqvo insoni bo'lsangiz, Marksning kitobini o'qisangiz ezib ketmaysiz. Chunki siz eng to'g'ri yo'lda emasmi? Eng to'g'ri yo'lda bo'lgandan keyin ma kitobni o'qib baqing, haqqa baka o'zingizga yeb topmang, oxiratda qiyomatda Alloh subhanahu taolo o'zi jajingizni berdi. Shuning undan burun tövbe qiling qilgan gaplaringizga qadarni inkor qiladi deganlarga mana kitob Polatdek paket buni Finlandiyadagi Heytaxun hojikimiz tarjima qilgan. Ondan başqa bu yili yani 2016 yılı 10. aydan başlap biz başlayıp bir 140 saat 120 saat ders qildik ki Facebook'ta mush kitobni ataydan birlikte ögünüp ötdük. Bunu ögünüp nayet yaxshi foydalangan qarindoshlarimiz bor. Bundan bir qancha yil burun bu kitobni tushirib o'qib, hatto bolalarga yodlatib etgan oilalarmi bor, qadrli qarindoshlar. Ma'atin degandek Qur'on suralarining kimligi, bu kitoblarni agar iymoningiz haqiqiy chin bo'lsa, Qur'oni Karimning suralarining kimligini to'g'riliq nima debdi? Ya anglab baqing yoki o'qib baqing. Shunlashqa sizning iymoningiz bir kitob o'qish bilan o'zgarib, shalaqshib qolgan ish bo'lsa, anda bo'lsa Allohning oldida qandaqmi javob berasiz, onu bir mesele. Bu Ramazan yazıları degan bunu kitobni qadrli qarindoshlar Uyg'urchaga tarjima qilib xil bo'lgan. Bu kitobning eng oxirgi tahrirlik ishi qilinyapti. Biz chiqargan bunu
Qur'onga ko'ra siz Qur'ondan bu sonini so'rab baxtingizmi? Islom nima degan kitobni yozgan Mustafa Islom o'g'li ustoz yozgan kitob. Şu bu kitaptımı Ramazan'da inşallah topshirib alsalar 1000 tane bastırıp taqitishni, haqsiz mut taqitishni o'ylashyapmiz. Onu inşallah taqitimiz. Şu gapning o'ziga kelsak, qadrli qarindoshlar, endi biz bu kitapni birlikte ügünüp, yani bu kitap çıkışından burun başlayan işini nechinchi beti keldik degan vaqtimizda namaz qismi tugab zakat degan yerga kelgandik. Zakat tunigan yaman kechib ketgachga biroz uyqum kelib qilib darsning oxiriga kelgan chaqda salpal nayte test tugetdim. Keçirüsüler bugün şu ataydan qahve akidim. Qahve akirib, içip demlep, hem de sizler bilen bu ügünüşünü birlikte qilib. Şu bugün namaz to'g'riliq so'zlab bo'lgan zakatni qaytadan so'zlab etib, ondan keyin ro'za to'g'riliq birlikte ügünümüz. Yani anda olsa zakat degan nima degan chaqda zakat kelimesi paklanish va ko'payish ma'nosini bildirdi. O bergüchini ma'naviy jihatdan paklab, malning barakatini oshirdiganligi uchun zakat deb atalgan. Zakat ve bereket kelimesi Kur'an'da o'xshash sonda 32 qatim tilga ilinishi naydi cho'nqur ma'niga ega. Rasyonal matematikada 41'den birini elivetsek 39'e kalıdı. Lakin iman matematikasida birini 40'dan birini elivetsek 400 kalıdı. 400 kalıdı. Zakat bergüchünün melenin köpüyüşü putangan taldaki üzümnin köpüyüşüge o'xshaydi. Zakat bir yıllık xiracetiga yetküdek mal mülk egi bo'lgan her müminning her yili belgilengen miktarda kambag'allarga chin ko'nglidan chiqarib berishi kerak bo'lgan iqtisodiy mas'uliyat. Zakatning maqsadi mal mülkni kambag'allar bilan tang bahramand bo'lishdanla iborat emas. Zakat mal mülk sahibini mal dunyoga qarshi hurlikka erishtirdi. Zakatning sharti bir narsa tama qilmasdan berish bo'lib, alg'uchidan hech qanday moddiy va ma'naviy bir narsa tama qilmasligi kerak. Qur'onga ko'ra poklig'uchi iqtisodiy mas'uliyat faqat Muhammad ummatiga farz qilinmagan. Onun bir ümmetlerge mesela Musa ümmetiga farz qilingan. Baqara 83. ayet. İnfaq degan nima? Kur'an zakatdan boshqa yana infaq va sadiqa haqida to'xtaladi. Infaq mümin kişinin Allah rızası uchun ado qilgan, majburiy bo'lmagan har xil bahramand bo'lish harakatini ko'rsatadi. İnfaq türünüp çıkan nafaka söz tumuri qo'ldan chiqib ketdi, tugudi, oxirlashdi degan ma'nolarni bildirdi. İnfaq atalg'u sifatida payda yetkazilgan bir narsani shuningga muhtoj kishi bilan bahramand bo'lish ma'nosini bildirdi. So'zning o'timlik bo'lishi bir boshqasi bo'lmay turib bu ibodatni amalga oshirg'ili bo'lmaydiganligini bildirdi. Kur'an infaq ustida ko'p to'xtaladi. Müminlarning infaqi qiziqtirdi. Kur'an infaqning jannatga, pisiqlikning jahannamga elib boradigan bir yo'l ekanligini bu oyat bilan ifodalaydi. Pul melini Allohning rizoligi uchun sarf qilgan, taqvodorlik, Allohga muhtoj ekanligini bilgan holda harakat qilgan, kalima tavhidni tasdiq qilgan odamga kelsak, onunla biz yaxshi yo'lni muyassar qilib beramiz. Bexillik qilib Allohning savobidan o'zini behojat hisoblagan, kalima tavhidni inkor qilgan odamga kelsak, biz onunla yomon yo'lni muyassar qilib beramiz. Leyl
5. ayetden 10. ayetgacha bo'lgan bo'lak. Qur'on infaqni nifaqqa qalqon sifatida bayon qiladi. Mayli mollukda yoki yo'qsullikda bo'lsin, infaq qilishga buyuruydi. Qur'onning infaq, nifaq qarama-qarshiligi nihoyat aniq. Qalbida nifaq bo'lganlarga mundaq deyiladi. Aytqinki, ey munofiqlar jamiyasi, sizlar ixtiyor yoki majburiy yo'sinda infaq, qanchalik pul mal sarf qilsanglarmi, hergiz qabul qilinmaydi. Chunki sizlar Allah'ın itaatinden çıkan kavim boldunlar. Tevbe 53. ayet. Onun devamındaki ayette münafıklarının infaklarının kabul kılınmasındaki sebeple mundak bayan kılındı. Onların bergen nefikleri, infakları şunun için kabul olmaydı ki ular Allah'ını ve Allah'ın Resulünü inkar kıldı, namazda hoş yakmasık bilen okuydu. Pul malını razılık bilen vermeydi. Tevbe 54. ayet. Emniyette Allah için bir iş emez, aksice iliştir. Çünkü Allah için güçler Allah tarafından üzüge bir iş duygusu verilgenlerdir. Allah tarafından üzüge bir iş duygusu. Yani siz kolunuzdakini aşında biçare özününki ihtiyacı batırıp sizden tileyenmeydiğen, sizge eğiz açanmaydiğen yakumasa, yaki tilemci, yakumasa başka işkipço, sizden yoksul mandak adamlarga beğensiniz, yani bir iş beğensiniz, o çağda o beğen nesiniz sizge kıyamette Allah'ın aldıda şahadet, şahit buludu kaderli kırımlar. O sizge biriludu. Çünkü Allah onu çokum kaytırıp burada esselam. Hem bu dünyada görürüz onun yakşılıkını hem o dünyada görürüz. Ama siz bu yerde bir şunda bir andag bay mandag bay dep kattı haqның nimesiga şöhretiga yoki bo'lmasa maqtishiga erishib so'zlar bo'lib, ammo ko'mgan yerda shu siz pul bergan odamni cheqib olsangiz, hatta qanday qilsangiz ularni mazoq qilsangiz, hatta uning bunda bir qo'pab menib o'z oldiga ish qilgidek bermay uning uchun o'zingizga yalvatish uchun yoki bo'lmasa o'zingizni qo'l ostida tutish uchun bir kichkina berib shunday qilib yuribchi, aynda qilsangiz yoki yuziga solsangiz uning uchun o chaqda qiyomatda unikini ko'rolmaysiz. Balki minnat qilgan gunohni qilgan bo'lasiz qadrli qardoshim. Andaq infaqni, andaq nafiqni, andaq infaqni berganda bermagan yaxshi. Hele qadam deydi ki, vay sendek minnatxo'rdan, sendek bir adamdan mushunda pulni efsab tikenme. Ey Allah meni qutqizgan mandaq adamlarninki qo'liga qarab qolmay, meni muhtojlikdan qutqazgan deydi. Ama ihtiyoc, shunday muhtoj bir-birimizga bo'lgan ihtiyoc bizninki beg'imizni kuchaytirish kerak aslicha. Mana bu qarindishim to'niydi ekanman, men buni biraladim Allohga ming shukri. Men o'zim bergan malning quli bo'lib qolmadim deb meydingizga mushlay olsangiz, qiyomatdami men bu odamga hargizmi bergandan keyin minnat qilgan yerim yo'q, yoki bo'lmasa Allohning oldida yerga qaltirgan qaraydigan ishni qilmadim deymiz. Allah ularga bir ishni ato qilgan. Tang bahriman bo'lish yaxshilik qilishdir. Yaxshilik qilish kishiga huzur bag'ishlaydigan bo'lib, bu yaxshilik qilishning tunji mukofoti. G'arbda bir tadqiqot olib beribdi. Erkazlik akamizning kitobida ko'rdim buni. Xalq boladan shu birisini o'qishtirmish, nurg'un tadqiqotlar qilgan o'xshaydi. Adam qanday chog'da eng baxtli, eng bir xil huzurlik his qildi ekan desa, o'zining qo'lidagini boshqalarga beraligan, tang bahriman bo'ladigan, boshqalar bilan uni paylasha olgan, mushunda vaqtda u odam haqiqiy huzur
halovatni aşağı tetidi ekan. Qadrli qarindoshlar. Tang bahriman bo'lish yaxshilik qilishdir. Yaxshilik qilish kishiga huzur bag'ishlaydigan bo'lib, bu yaxshilik qilishning tunji mukofoti. Allah yaxshilik qilguvchilarni alayda mukofotlaydiganligini qayta takrorlamoqda. Allah bir narsa talab qilgan bo'lsa, qilchi ikkilanmay ber. Chunki Allah senden elish uchun emas, sana berish uchun senden alıdı. Hazreti İbrahim'den İsmail'e talep qildi, İsmail'e qo'shab İshaqni berdi. Sadiqa bendining Allohga bo'lgan sadoqatini isbotlash uchun igi bo'lgan mol dunyo va yaxshiliklarni boshqalar bilan chin dilidan tamasiz holda bahriman bo'lishidir. İnfaqning Ramazon oyiga xos bo'lgan qismi fitr deb ataladi. Fitrat sadiqasi boy bo'lsin, bo'lmasin, har insonning mavjud bo'lish infaq mas'uliyati bo'lganligi uchun mushundoq atalgan debdi. Tang bahriman bo'lish axloqiy qandoq bo'ladi infaqdan. Qur'on bir infaq axloqi barpo qiladi. Bu mesele Kur'an'a nispeten nahayeti mühim bulup 23 yıllık peygamberlik jaryanida en başta nazil boğan ayetler işide Allah mundaq deydi. Köp eliş niyetede bäme. Yani bir kişiye birerden soğuksan ya ki yaxşılık kılsan, onundan bergen nersenden köprek elişini tema kılma. Muddessir 6. ayet. Pul melini Allah yolunda sarf kılıdığan, arkasından onunla minnet kılmaydıgan ve hayır sahavetiga erişkenlerini rencitmeydigan kişiler Rabbinin dergahida savap tapıdı. Ularga kıyamet günü korkunç ve gam kaygı yok. Bolmaydı. Yaxşı söz ve keçürüş keyin erziyet yetkizdigan sadiqidin evzeldir. Nime? Yaxşı söz ve keçürüş keyin erziyet yetkizdigan sadiqidin evzeldir. Allah bendilerinin sadiqisinden bihacettir, halimdir. Yani emri xilaflık qilganlarni jazolaşqa aldırab ketmeydi. Bakara 262-263 ayet. Ma ayette mening hazır diqqatimni tatgan narsa yaxshi söz ve keçürüş keyin erziyet yetkizdigan sadiqidin evzeldir deydi. Canım kardeşim, birbirisiga betnamni ben üzermişim devam etmeye de. Yani birbirinin köğünü rencitiş arkalık siz nemi maksatki erişmekçi yani. Çünkü siz onun mal dünya, alemi dünyanı birbiriniz bir adamın kalbini kırılgan bolsunuz, onunla betnam çaplagan bolsunuz. Allah'ın aldığı hazır muşu diyen gibinizi mail, Facebook'ta, Twitter'da ne diyorsunuz yazın. Allah'ın aldığı ben mışkıgan sözümün höddüsünü çıkalayım diyen bolsunuz kılın. Kaderli kardeşim. İnfaq əxlaqı bilan hal qilish maqsad qilingan boshqa bir əxlaqi məsələ aç qilish endişisi idi. Açlıq təbii bir əhval, lekin aç qilish endişisi bir əxlaqi məsələ. Aç kişini bir nan toyğuzudu. Lekin açlıq endişisi giribtar boğucunu dünyadaki tonurlarının hemmesi cem bolsumu toyg'uzolmaydi. İnfaq ahlakı münasebetlik ayet bilen birgi nazil bolgan tüvendeki ayet bu hakikatini bayan kılıdı. Hazır kalamda ötken bir narsindey. Ben 2000 yılı 10. ayda Guangzhou'ga kiydim. Şehirde bir yakenlik iki kardeşimizdinki şerikulab açkan Xinfulu'da bir aşxanası vardı. İpek Yulu'daki Mervait Sırçuvculu degen Sırçuvculu Cıbalmoş başlayarak Xenzuş'u unutup kaptım ben. Bu aşxanaga Guangzhou'daki oğri, yançukçı, akçı, kökçü aşağıda usul oynaydıgandan tatip işqilip ticaretçi, çet ellik köpürak mimarlar men yerde
ingliz tili, xanzucha, boshqa tillarda so'zlagachga u oshxonaga kelib nima qildi? Shu yerda 10 oy chingli bo'ldim, mudurlab ishladim. Shu vaqtda bir Mauritius deb bir davlat var, Mauritius deb. Onu nima deydiki Uyg'urchada Moritaniya. Moritaniyalik bir musulmon qardoshimiz menga shunday dedi. Ey Abdulaziz, sizlarning ma'balla o'g'irlik qiladi ekan. Bular bunda bir nam bilan ma'mu bir nam bilan to'yima qo'sqamchu. Aşılar mı her qancha qismini shu bir nam bilan to'ydigandi. Degan bir gapni qilgan. Menga shundoq shu ajoyib ta'sir qilgan gapchu. Yüzüm yani her kim o'zi qilgan gunohning nimasini tortadi-ku. Ammo shu o'g'irlarning jeqliqidan Gonjudagi, oqchilarningki, jazuxolarning jeqliqidan Uyg'urlarningki nomi, sesi nomi pur ketigligimdi-chu. Nima qanday qildi ular desa, taqa kafirning melinasa halal. Tas qaldı biz şu Gonjudan Ürümchiga qaytgan vaqtimda poyezdda ashuna degan o'g'rilar bizim Uyg'urning melinamimizga keldilar, bizning yanchuqimizga qo'l soldi. Moshunda gap. Yani bir nam bilan to'ysiz qaza qilinishim, bir nam bilan to'yudi odamchu. Men Yaponiyadan kelgan yanqisi kunda tushlik tamaqimga polo yoki lag'man, go'ro lag'man yoki kebab binasi yemedim. Kunda çiğ köfte dediğim binası var. 320 liraga çiğ köfte. O ses. 320 lira bilan qo'shqam to'yudi qadarli qarindoshlar. Bekrak kitap setib qalsam 5,5 liralık, 5 liralıkını yeyme. Yana texinbek üzemni mukopatligim kelsa, bir tane şalgam suyu var. 2,20 lira aşın elib birlikte içime qadarli qarindoshlar. Adamning qo'shqi men bir yildan keyin meni ko'rgan qarindoshlar bor. Mening qo'shqamning naqadar niqib ketganini qo'satgan maylarning iyirigini ko'rib, ishtallarim shunday cho'ntildan olib qoldi asirchu. Demak, insonningki o'zini ko'ndansa, qadrli qarindoshlar, cho'qim inshaalloh mushu uchun menga davom qilay deyapman. Kechda ayolimni aytib yaxshi tomoq qilib berganligini, aytganligimiz tomoqimiz yaxshi bo'lganligini. Tushlik tomoqni men shu polo, betti polo akab bersima yemayman. Birisi yemək qilib qalsa, o başqa hamda-chu. Bu mesela red qilolmaydi. Bu mesela aşxol turmuşga ko'nib ketdim. Ürümchidim shundaqda. Kunlikim 4 talmi 5 tal xo'shang tushlik yeysam, jeqimetdim ishqib, bir talnim ortiq yeb qolgan bo'lsam, ertasi kundagi xo'shangdan birsi kam bo'ladi-chu. Ashunda qilib bugundoq, ashunda qilib ishladik. Qadrli qarindoshlar. İnfaq axloqi bilan hal qilish maqsad qilingan boshqa bir axloqiy masala och qilish andishisi edi. Ochlik tabiiy bir ahvol, lekin och qilish andishisi bir axloqiy masala. Och kishini bir non to'yg'izadi, lekin ochlik andishisiga giribtor bo'lgan bo'g'uvchini dunyodagi tunurlarning hammasi jam bo'lsa-mu to'yg'izolmaydi. Bugün Facebook'ta samsa to'g'riliq bir narsa chiqarib ekan, uni nechim unutdim. Uni ko'rdim. Infaq axloqi munosabatlik oyat bilan birga nozil bo'lgan tuvandagi oyat bu haqiqatni bayon qiladi. Shayton sizlarni pexillikdan qo'rqitadi. Yomon ishlarga, ya'ni bexillikqa, zakat bermaslikka buyuruydi. Allah sizlarga o'z mag'firatini va fazlini va'da qiladi. Allah'ның rahmeti, merhameti kengdir. O hemmini bilip turgucudur. Bakara 268. ayet. Kılgan yaxşılıkını davran kılmasıqmı infak ahlakı qatarındır. Sadiqini aşkar bəsənlərmi? Bu yaxşıdır. Eğer onu məxfi bəsənlər ve yoxsullığı bəsənlər teximi yaxşıdır. Bu sizlərning bəzi günahlarına kaffaret buludu. Allah sizlərning qılğan əməllərinizdən xəbərdardır. Bakara 271. ayet. Qadirli qarindoshlar.
infaq bilan o'sim orasida munosabat bormi degan chaqda o'sim badalsiz elish, infaq tamasiz berish bo'lib, o'sim pullarning boshqalarning emgikini sho'rishidir. İnfaq pullarning mal mülkini yo'qsullar bilan tang bahramon bo'lishidir. İnfaqning qo'l ilkida bo'lgan har mu'minga farz qilingan qismiga zakat deyiladi. Qur'on vahiy zakat emri bilan o'simning harom qilinishi orasida ta'tur tanosibliq bir munosabat shakllantirdi. O'sim harom qilgan bir iqtisodiy tuzum zakatni farz qilmasdan iqtisodiy adolat barpo qilishdek nishoniga yetolmaydi. Chunki o'simning harom qilinishi tavhid kalimasidagi la ilaha illallahni la ilaha illalloh inkarni temsil qilsa, zakat emri bu tevhid kelimesideki illallah isbatını temsil kılmakta. Bu ikisi birbirinin tekazzasıdır. Yoklukta birelmeyenler molçılıkta hergizmi birelmeydi. Kur'an ösümünün haram kılınışı bilen zakatının fariz kılınışını yan koyup bayan kılıdı. Rum 38-39. ayet. Bu arkalık deyilmekçi olan neresi şu. Pulga yoki mal mülki igi bolsanglar, onu üsüm bilen haksız şekilde emes, infak ve zakat arkalık halal yol bilen köpeytişini arzu kılınlar. Çünkü köpeyiş ma'nisidagi riba, yani üsüm pul malning sonini aşırıdı. Ama ruhini, yani bereketini üçür bitidi. Tirik mal mülk sahibini toşuydu. Ölük mal mülk ne sahibi yüdüp yürüydü. Tirik mal mülk ne? Tirik mal mülk sahibini toşuydu. Ölük mal mülk ne sahibi yüdüp yürüydü. Ösümün aksi yıldız ma'nisi köpüyüş bo'lgan zakat görünüşte malının miktarını azaytgan bilen amaliyotda bereketini aşırdı. Mal mülkni yo'qsillar bilan birga bahramand bo'lishning sababi nima qadrli qarindoshlar? Mal mülkni yo'qsillar bilan birga bahramand bo'lishning sababi infaqni tushunish va hazm qilish, vahiy barpo qilgan mal mülk tasavvuriga ega bo'lish bilan amalga oshadi. Tavhid e'tiqodi bu tasavvurning orqa teriki. Mülk kimning savoliga Qur'onning beradigan javobi nihoyatmi aniq. Allohning. Ondaqda insonning mülktiki hassiga nima deymiz? Bu hassining insonga omonat qilib berilganligi bir haqiqat. Chunki inson bu dunyoga sahib bo'lish uchun emas, shahid bo'lish uchun kelgan. Mal dunyoni iymonga shahid qilish kerak. Bu mal dunyoga mulkiyat nazar bilan emas, omonat ko'zi bilan qarash orqali amalga oshadi. Qur'on mal dünya meselesinde haddidan aşkan iki xil muamelini rad qiladi. Bulardan birisi mutlaq mülkiyet tushunchasiga asoslangan kapitalizm, yana birisi har xil dunyolik va mal mulkni gunohning manbasi deb qaraydigan fikirizm. Mal mulkni umumning deb qaraydigan kommunizm, mal dünya tushunchasida mohiyat jihatdan kapitalizm bilan o'xshashlikqa ega. O o'xshashlik her ikisinin mal mülkning amanet emas, aksicha mülkiyet ekanligi tushunchasiga ega bo'lish bo'lib, mal mülk shaxsga tavami yoki umumg'imi. Bu ishning boshqa bir talab. Qur'on ba'zi mistik nasihatlar va Hind fikirizmining dunyo va dunyolik narsalarni gunoh paskina narsalar deb qaraydigan tushunchasini rad qiladi. Xitob qilinguvchisiga mal dunyo haqida o'ttirhal yo'lni ko'rsatgan shu duoni
ügütüdü. Rabbimiz bizge dünya ve ahirette yaxşılık kılgın. Bakara 201. ayet. Zakattan tartib tashabbus qilingan boshqa bir xayr sadiqalarga qarata Qur'on ko'rsatgan sabab mal mulk ichinglardagi boylar orasida qo'ldan qo'lga o'tib yurmasin. Hashr 7. ayet. Bu ayet Allah'ning mal mulkning ma'lum kishilarning qo'liga markazlashib qolmasligini maqsad qilganligini ko'rsatdi. Yani hazır qarasanlar, yani kimge qarz berdi dese, pul var adamga qarz berdi. İhtiyacı var adamga emas. Yani bankaga amanet berdi, masalan şu, bankaga qarz berdi. Üsümünü aldı, hacdaydı, ya olmasa pulu yok insanlardan hiç nima. Onun da ümitli üzüglük, pulu yok insanga qarz sorsa qarzını vermeydi. Bunu hayatımızda köyde kadarlı kardeşler. Namaz bilen zakatның qanday münasebeti var? Kur'an'da namaz ve zakat ondan artık yerde birlikte tilga ilinadi. Namaz ve zakat ibadetning ikki qanotiga o'xshaydi. Bu qanotning birisi inson bilan Alloh orasidagi munosabatni, yana birisi inson bilan inson orasidagi munosabatni shakllantiradi. Namaz insonning Alloh bilan bo'lgan munosabatiga munosabatlik bir ibodat. Zakat insanlar bilan bo'lgan munosabatiga doir ibodat. Namaz insonning Alloh oldidagi, zakat insonning inson oldidagi mas'uliyatining bir ifodasi. Kimlarga zakat beriladi? Qur'on zakat berilganlarni 8 ga ayirib bayon qiladi. Baqara 177 da, Tavba 60. ayet. Birinci yoksullar, fukara. İkinci miskinler, görünüşte ahvalını bilgili bulmaydıgan yoksullar, yani mesakin. Üçüncü qariz yoki kambag'allik sebebinden, hürlüküden ayrılıp kalganlar, riqab. Dördüncü zakat yığış işiga mas'ul bo'lgan xodimlar, amiline aleyha. Beşinci İslam'a qiziqtirish maqsadi bilan g'ayri muslimlarga el-muallafatu qulubihim. 6. Qarzi kirib qolganlar, g'arimin. 7. Allah yo'lida sarf qilish, fi sabilillah. 8. İqtisadi aloqasi uzilib qolgan musafirlar, öy makansızlar, İbn Sabil. Nimelerden zakat berdi? Zakat qo'lidagi iqtisod ve paydalanayotgan maldan beriladi. Aqlning, ilimning, shuhratning, salomatlikning bu xuddi mal mulkka o'xshash zakati bo'ladi. Bu gapni tunji qatim anglamaysizlar, qadrli qarindoshlar. Aqlning, ilimning, shuhratning, salomatlikning bu xuddi mal mulkka o'xshash zakati bo'ladi. Her narsaning zakati şu narsaning öz cinsidan bo'ladi. İşlep çıkış kurallarına zakat kelmeydi. Mal mülk ilgisini yıkkan mal dünyanı bastırıp yetimlanmaslıkını maksat kılıdı. Yani bu insanlıkның menfaati üçün halal yolda bolmasan, dadandan kalgan mirasını 40 yılda tügütümen ve onu kımmet yaratkuçularga yoki muhtajlarga tegsun dep aylandırımen deganlik bo'ladi. Yani bu insanlıkның menfaati üçün halal yolda bolmasan, dadangdan kalgan mirasını 40 yılda tügütümen ve onu kımmet yaratkuçularga yoki muhtajlarga tegsun dep aylandırımen deganlik bo'ladi. Roza nimini ko'rsatdi. Hamda Ramazon yaqinlashdi, shuni ama ayda taravih o'tirdik emas inshaalloh. Roza nimini ko'rsatdi? Savm so'zining ma'nosi tutush deganlik bo'ladi. Farz qilingan savm Qur'on tug'ilgan oy bo'lgan Ramazonda fajr kun chiqishdan kun patqicha yeb ichish ve cinsi munosabatga o'xshash bashariy faoliyatlardan yiroq turib, insonning ichki tuyg'usi ve azdırgıcı nefsini tizginlashni ko'rsatdi. Bu orqali mas'uliyat engi, yani taqvolikning yuqori pallasi qarab ilgirlagan yo'lda
bir baldaq yuqori o'rlash maqsad qilingan. Baqara 183 oyat. Roza o'zini tutish bo'lib, insonning beshiga qandoq bir musibat kelsa, o'zini tutolmaganlikdan, tutib olmaganlikdan keladi. Gunohlarning manbasi ochiqini bosolmaslik, nafsini boshqara olmaslik, shahvatini tizginlayolmaslik, tilini yig'olmaslikqa o'xshash sabablarga berib taqiladi. Roza ruh, ya'ni ma'naviyatni oziqlantirish uchun badanni och qoldirish bo'lib, bu orqali insonning moddiy tarafining ikkinchi o'rinda turadiganligini eskartadi. İnsanның birinci tarafi aql ishlatadigan, tafakkur qiladigan, eslaydigan, nasiyat oladigan, ishinadigan, qimmat yaratadigan, yaxshilikni yomondan ayiradigan tarafidir. Yaxshilikni yomonlikdan. Qur'on tug'ilgan Ramazon oyi nima uchun badan och qo'yilgan holda o'tkaziladi? Vahiyning ma'nisiga jismimiz bilan yetolmaymiz. Vahiyning ma'nisiga aql ishlatadigan qalbimiz bilan yetkili bo'ladi. Qur'onning ma'nisiga yetish uchun atlangan safarda bizni manzilga badanning puti emas, aqlning puti yetkazadi. Bu sababdan Qur'on tug'ilgan oy Ramazon badanning emas, ruhning oziqlanishini oldingi o'ringa qo'ygan bir ibadet eyidir. Roza nima uchun Ramazon oyida tutiladi? Roza haqidagi bu oyat bu savolga bir javob. Ramazon oyida Qur'on nozil bo'lishga boshladi. Qur'on insonlarga yetakchidir, hidoyat qilguvchi va haq bilan nohaqni ayiruvchi ro'shan oyatlardir. Sizlarning kimiki Ramazon oyida hozir bo'lsa, Ramazon rozasini tutsin. Kimiki kesel yoki safar ustida, yani musafir bo'lib tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlar uchun boshqa kunlarda tutsin. Allah sizlarga osonlikni xohlaydi, tasdikni xohlamaydi. Og'zinglar ochiq yurgan kunlarning qazosini qilish bilan Ramazon rozasining sonini to'ldirishinglarni, yana tirnoq ichida ekan juma bu. Sizlarni hidoyat qildiganligiga Allohni ulug'lashinglarni, onun in'amlariga shukr qilishinglarni xohlaydi. Baqara 185 oyat. Ramazon oyining alohida bo'lishiga sababni bu oyat aniq holda ko'rsatib berdi. Qur'on Ramazon oyida nozil bo'lishga boshlagan bu haqiqatni Qadr surasining 1-oyati tasdiqlaydi. Ramazon Qur'on tug'ilgan oy. Qur'on vahiyning tug'ilgan kuni Qadr kechasi bo'lib, u Ramazon oyi ichidagi bir kecha. Bu haqiqat Baqara surasi 185-oyat va Qadr surasi 1-oyatni yan-yanga qo'yib o'qiganda aniq holda ma'lum bo'ladi. Bu barakat va hurmatning qanchalik cho'ng ekanligini Qadr surasi bayon qilib berdi. Biz Qur'onni haqiqatan Shab-i Qadrda nozil qildik. Shab-i Qadrning nima ekanligini bilalamsan? Shab-i Qadri sharaf va fazilatda 1000 oydan ortiqdir. Farishtalar va Jibril shu kechada Rabbingning amri bilan ziminga Alloh taqdir qilgan barliq ishlar uchun tushdi. Shu kecha tong yorug'anga qadar butunlay tinch amallikdan iboratdir. Qadr surasi. Yani 1-oyatdan 5-oyatgacha bo'lgan araliq. Ro'zaning boshlanish va oxirlash vaqti qaysi? Ro'zaning kuni ichidagi boshlanish va oxirlashish vaqtini shu oyat bizga bayon qilib berdi. Taki tongning oq ipi qora ipidan ayrilganga, yani tang yorug'an qadar yanglar, ichinglar. Ondan kechkirgacha roza tutinglar. Roza tutinglar. Yani roza tutinglar.
187. ayet. Hocam, Şafak hocam ya, Barcelona'ya mı gittin? Yoksa Barcelona keyifti misin? Kafeteryada mısın? Roza Muhammed Aleyhisselam bilen başlangan mı? Bu sualın cevabı şu ayetten ma'lum. Ey müminler, günahlardan saklaşınlar üçün sizlerden ilgirkilerge, yani ilgirki ümmetlerge roza periz kılıngandak sizlerge mo Ramazan rozusu periz kılındı. Bekara 183. ayet. Anladım hocam ya. Albatros'u bindin mi yoksa gittin mi? Onu da bilemiyorum. Roza tutuşun kadri bulanmağalla kanda kılıdı diyen yergi keldik. Men ma telefonumni to'qqiz chetib etib kelay qadrli qarindoshlar. Biraz hocam bizde 5 doğra keyifteyiz yani. 5 doğra kafe. Şafak hocam bu kitabı Yürek Devleti Mustafa İslamoğlu Hoca'nın kitabı. Yani bunun size bir reklam yapayım da Uygurca el kitabı yani PDF kitabı vardı internet üzerinde. Bir de biz ona yanına Mustafa Hocam'ın kendi sesinden Yürek Devleti sesli kitabını ekledik. İsterseniz onu hocanın kendi sesinden duyabilirsiniz. Web sitemize buyurun, bizim internet sitemize. Roza tutuşqa qadir bulanmağalla qanda qılıdı degan mazmunga qadrli qarindoshlar. Bu farz qilgan roza sanoqli kunlardir. Sizlardan kimiki kasal yoki safar ustida bo'lib roza tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlarni yana qazosini boshqa kunlarda tutsin. Rozani qarilik yoki ojizlik tufayli mushaqqat bilan aran tutadigan kishilar tutmasa, kunligi uchun bir miskin toyg'udak tamoq fidya berishi lozim. Kimiki fidyeni belgilangan miqdordan ortiq bersa, bu o'zi uchun yaxshidir. Agar bilsanglar, roza tutish sizlar uchun eg'iz uch ko'rishdan va fidya berishdan yaxshidir. Baqara 184. oyat. Musulmonlarning heytlari qaysi degan mazmunga keldik qadrli qarindoshlar. Takbir nima uchun heyt namozi bilan jinoza namozining o'xshash tarafi? Haj va umra nimani ko'rsatdi? Muhammed Aleyhisselam haj qildimi, qanday qilgan? Kabe'nin qimmati va ahamiyati qayerdan keladi? Kabe'ga kimlar da'vat qilingan? Qurbonlik nimani ko'rsatdi? Qurbonlik qilish Muhammed Aleyhisselam bilan boshlanganmi? Qurbonlikning maqsadi nima? Jinini berguchi qurbonlik qilingan hayvon turib, Allohga yetiladigan bizning taqvoligimiz nima deganlik bo'ladi? Degan mazmunni kelar soat birlikda o'rganaylik qadrli qarindoshlar. Musulmonlarning heytlari qaysi degan yerda to'xtaylik. İnşallah kelar soat bunu öğrenip ondan keyin yani 20. dersimizde cihat nimani ko'rsatdi? Cihat. Cihat bilan urush o'xshashmi? Hamma birdek qabul qilgan yaxshilikni tavsiya qilish, yomonlikni tutish nimani ko'rsatdi? Onun için İslam'da Hristiyanlıkdagidek missionerlik bormi? Da'vat nima? İnsan kimga va nimaga da'vat qilinadi? Da'vat qandoq elib beriladi? Qur'onda Yahudi va Hristiyanlarning ijtimoiy o'rni qandoq? Qur'on Yahudi va Hristiyanlar qarata o'zgacha chaqiriqda bo'lamdi.
degan mazmun bilan qadrli qarindoshlar, Qur'onga ko'ra islom nima kitobniki, islomda ibodatlar degan tugaydi ekan 20-darsimizda. Onundan keyin haromlarni birlikda o'rganib o'tamiz. Shunday qilib bu kitobni tugay deb qoldi. Ya'ni yana bir qancha dars qilsak, balkim 22 darsda tugishim mumkin, jenim do'stlarim. Bugun men sal vaqtinglarni uzun ep qo'ydim. Kechirsizlar. Ramazon kep qoldi. Zaten bunu Ramazonni tugutimiz degan. İnşallah erta yana vaqtimiz chiqsa, buni birlikda o'rganib o'tamiz. Anda bo'lsa Allohning o'ziga omonat bo'linglar, qadrli qarindoshlar. Hayotinglar Ramazon, oxiratinglar bayram bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.